Damaz maşinimizda şuma izolyasiya qilib qo'yatimiz. Şuma izolyasiyasini ichki bo'ladi deganlar uchun bir qator qisqacha gösterib o'tishga harakat qilaman. Xullas, torpeda qismini polniy yozdirib, shu antenna past pol qismidan keladi polniy. Hop. Bu birinchi sulay bo'ladi, 3-2 shumov material bo'ladi. Bundan keyin ikkinchi sulaylar izolyatsiya uchun termo izolyatsiya vazifasini bajaradi. Bu zo'r material bo'ladi. Xudo xolasa so'qni saqlagan material bo'ladi. İkinci sulayni ham urganmiz pol qismidan. Eshiklari bir sulay bo'ladi. Keyin bundan keyin ikkinchi sulaydan shu shumovni 2 bilan shu do'shklarni beklatib chiqamiz. Shu kelishi uchun. Ben tarafda görüşeceğiz için eşlik giroşçalar hizmetlerinden qilib berganmiz. Endi baholarni aytib o'taman. Azdirlar. Baholarni aytib o'tmasam 2800 milyon var. 2800 milyon ne ola bo'ladi? Maşinlar polni şuma izolyasiya bo'ladi. Torpedalari, pol qismi, eshik qismlari polni şuma izolyasiya bo'ladi. Mashinani zangamaslik uchun yog'lab beramiz. Yog'lab berishimiz misol uchun shunday bu tarafda yana yerlar boqasiz. Mashinlar yog'lanadi, keyin elde mordalari polni isti mashin yog'lanadi. Görüşelim ki elde mordalari polni yog'lanadi. Arka qismlari porot keyingi farlar anlardan polni yog'lanadi. Xullas mashinlarimizdan zangamiydi. 2800 milyon zaman yağlap ham beramiz. Şuma izolyasiya ham qilib beramiz. Torpeda qismini canda qo'yibmiz, uni ham hozir gösterib o'tishga harakat qilaman. Manzil Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan. Gold tuning desangizda Shovotda hamma sizlarga adres tushuntirib berib. Ben tarafta yana torpedani yozdirib qo'yibmiz. Birinchi suloy bilan yurtda shumov materialni 2 bo'ladi. Keyin uni ustidan masalga yopishim tutdi. Undan keyin bunda yana plasmas detallarni vatiyon olib tutdi. Görüşelim ki keyimde kabellar neyse yana vatiyon olib tutdi. Xullas mashinalarimizdan top diyorlardı. Hech qanaqangi tiqirdi chiqmaydi bulardan endi xudo xolasa. Sizlar ham shunday xizmatga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol kelaversa, birgina duch o'rtalasizlar. Bunda yana bir Damoz mashinamizni shuncha yechib boshlayapmiz xudo xolasa. Uni inglab boshlayapmiz, uni yechib boshlayapmiz. Bakalım mezgi gold'uyla tutib qolamiz. Undan tashqari bir qisqacha narsani aytib o'tsekmi? Bizga yog' sepchak vaqtida polniy yozina shuni yozdiradilar. Remen joylarining ichida o'tgan, yana porot kabeli bor. Kabeldan shumkani urib, o'sha ham yog' yetadi. Mashina polniy zang kelishini eldan olamiz. Zo'rmi zo'ring? Xizmatlar bo'yicha bemalol kelaverasizlar.